Onajonim, qo'lingizni ochib bitta duo qiling, inshaalloh mana shunaqangi qasr uylarni sizga sovg'a qilishlik nasib qilsin. Uyimizni qaranglar, ko'z ko'rganda quvonadigan uy bo'lgani, uyimizda 4 etaj, ichida liftlargacha bor. 2200 kvadrat yashash maydoni, yaxshilab joylash, yoningizga choy qo'yib olib, oyog'inglarni uzatib olinglar. Bundan buyog'i sovutishda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qaranglar, uyimizda 3 ta darvozasi bor. Zelyoniy zonasi meni juda ham ko'rganda ko'zimni quvontiryapti, chunki olgan odam bu yoqni olib, yanada chiroyli qilib daraxt, atirgullarni ekib qo'ysa bo'ladi. Bu yoq taraf keladigan bo'lsak, o'zining ichida yozgi oshxonalari, tepasida bilyardli zonalari bor. Xullas, uy bo'lsa, mana shunaqasi bo'lsin-da. Kelinglar sizlarga bu uyimizdan spas zonasidan boshlab ko'rsatib beraman bir boshla. Biz hozir birinchi etajdamiz. Kirishimiz bilan mana shunaqangi katta basseynimiz ham isida o'zi bu yoq полностью теплый pol qilingan. Mana shunaqangi turetskiy saunasi, finskiy saunalar joylashgan. Bu yoqda sport zallarigacha ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qo'yilgan. Ana endi kelinglar, bu uyimizni kino zonasiga olib kiraman. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Полностью shumizolyatsiya qilingan. Mashitda o'tirib, oila davrasida o'zingizlarni yoqtirgan kino o'yinlarini ko'rishga nima etsini niyat qilganlar shu joyda bitta like bosib qo'ysanglar, biz liftimizda ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Uylarning ichida liftlar bo'lsa, вообще boshqacha bo'lsa kerak. Uyimizdan yashash maydoni naqd 2250 kvadrat metr tashkil qiladi. Kelinglar. Biz hozir uyimizdan kirib kelish, ya'ni prixoja qismida turibmiz. Bu esa bizning uyimizning mehmonxonasi, полностью теплый pol bo'lgan. Katta panorama oynalari, ya'ni orqa garajga qarab turibdi. Bu yoqda ham kattagina panorama, krosli pardalar ilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, xo'p. Uyimizda o'zi hamma joyda kolonkalar bor. Bluetooth orqali o'zingizlarni yoqtirgan ashulalarni eshitsanglar bo'ladi. Bu yoqda bizning oshxonamiz bor. Mana shunaqangi katta eshiklari, panorama oynalari qo'yilgan. Eshiklar ham toza yog'ochdan qilingan. Bu esa bizning birinchi etajimizning sanuzel qismi, ya'ni gostivoy va bizning birinchi etajimizning yotoqxonasi, o'zining ichida garderoblari bor. Marhamat, kattagina garderoblari va sanuzeli ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan boyiga aytganimdek, mana parkovka qismi, bu yoqdan chiqib kofe ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Inshaalloh mana shu uyimizdan to'liq video obzor sizga qiziqtirayotgan bo'lsa, bitta yo'lakchani qizartirib qo'yinglar. To'liq video obzor Telegram kanaliga jo'natib qo'yganmiz. Telegramga o'tib olib, to'liq video obzor ko'rib olsangiz bo'ladi.